Yutganga sovrin 1 million so'm. $100 qo'ygan. Mayli. Orasi yog'anda kasbim pul yuraveramiz. Hammaga salom. Bugun biz Shahzoda bilan kim o'zbek tilini yaxshiroq biladi testini o'tkazamiz. Yutganga Ha, 1 million so'm sovrin. Bugungi mavzuyimiz unda qattiq va yumshoq. eng og'ir mavzu. Birinchi so'z. Hop. Yumshoq. To'g'ri qattiq esladim. Ha biladi ashtadim. Ha yumshoq. Rahmat. 1 2 3. Yumshoq. Молодец. Xudo. Qattiq. Hojatxona. 1 2 3. Qattiq ikkalasi ham. Xona qattiq, hojat yumshoq. Ada. Hojatxona. Xona, dorixona. Hada. Xona qattiq. Qattiq, Hojat yumshoqmi? Hojat yumshoqmi? Ikkita so'z bo'lsa, odamlar ko'proq so'z bilsin. Hozir. Yumshoq. Mana bitta edi. Ha, ayting. 99% holatda odamlar adashadigan so'z xayol. 1 2 3. Qattiq. Ahmoq. Yumshoq. Yumshoq. Choq. Yumshoq. Xullas azizlar, ko'rib turganingizdek bugungi o'yinimizni g'olibi Saidxon. Mayli, fora beraman sizga. Agar ushbu rubrikamiz sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda qoldiring va biz yana davomini olamiz. Men faqat narichkam yo'q, anaqa 1 million kartaga tashlab beraman bo'ladimi? Bo'ladi karta.